zo'r lokatsiyadan uy-joy qurish uchun ham, do'kon qurish uchun ham zo'r qatib ketadigan место bo'ldi. Bo'rimizning manzili dehqon bozorimizning qaptonida, ya'ni Paxtasovutdin ko'chasida sotiladigan 11 sochli uyimiz bor. Batafsil ma'lumotlarni video davomida aytib o'tamiz. Undan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Dehqon bozordan oldindan o'tganimizdan keyin Paxtasovutdin ko'chasiga burilganmiz. Ya'ni chap qo'limizga burilganimizda, chap qo'limizda mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bo'rimiz fasad tarafi 20 metr, orqa tarafi botomasi 55 metr. Zo'r mesli. Xalasiz do'konlar tushirsiz bo'ladi bo'rimizga. Uyimizning ichki tarafini bir qator ko'rsatamiz, ko'rsatsa bo'ladi. Bu yoqimizda uyimiz, bo'rimizga 5-6 dona do'kon tushirib tashlab turib, biznes qilsangizlar ham bo'ladi, arendaga berib qo'ysangizlar bo'ladi. Bo'lmasa tadbirkor akalarimiz do'kon ochish uchun zo'r mesda. Ya'ni dehqon bozoridan qoptoli hisoblanadi. Moshni bo'lgan mana shu mesda arzon narxda, yana arzon narxda sotuvga qo'yilyapti, xudo xolasa. Bo'rimiz manaki gazlari bor, suvlari bor, to'qlar hamma narsasi o'tib turibdi. Hech narsadan muammosi yo'q. Senter yana senter. Bunday narxga bo'rdan joy o'rin etak mana shunda mesda topa olmaysizlar. Bu yoqimizda manaki orqa tarafi bog', mevali daraxtlar, yuzimlar hamma narsa bor, lekin qarash kerak bo'rimizga. Uyimizning oldida mana shu anda burchaklar qalingan, to'qlari o'tirilgan ko'rsatib oladi, gazlar hamma narsasi o'tib turibdi. Bu kirgan joyimiz bunaki uyimizga. Uyimiz endi o'rtacha holatida. Endi yashayman deb turib, salgan remont qilsangiz bo'ladi, bo'lmasa o'zlaringiz planingiz bilan kelsangizlar bo'ladi. Koridor, bu yoqimizda choy pay ichib o'tiradigan место, joyimiz. Bu yoqimizda kuxnyasi bilan ko'rsatib bo'ladi. Kuxnyasini aylanib, baynasini o'tib ketsangiz bo'ladi. Endi botamizda bu yoqimizda yana bir xonasi. Bunaki ko'rsatib bo'ladi. Shunday holatida. Bu yoqimizda botamizda yana bir zal hisoblanadi. Zalimiz bor. Endi botamizda polniy bo'rimizning narx-navolar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Siz undan oldin bizlarning YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz bo'lsa videoning zo'r joyini o'tamiz. Xo'p, bu uyimizning narxini aytgan bo'lsak, narxini aytishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Do'stlarimizga tarqatib tashlaymiz. Xo'p, bo'rimizning narxini uyinglarni ochib tortishib, 400 million so'm oshirib qo'ydik oldin. Bundan bayantaraq narx aytgan ekan, bizlar zo'r narxda chiqaramiz, bilasizlar. Mana shu narxga kelishib qo'ydik. Yana undan ham qaytadan yo'llari bor. Ochib tortishib, xudo xolasa baraka qilsangizlar bo'ladi. Hech narsadan muammosi yo'q. Mana shu mesda xudo xolasa sotuvga qo'yiladir. Kimga qilib qo'yilmasa tez aloqaga chiqamiz, baraka qilamiz. Hamma yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mahmud Bakri kanal, uyning egalarining nomerlari opsiyalarda turadi.